Hammamiz eslab qolgan Alisher Navoiy bobomizning mana bu rasmini hozir o'zgartirib ko'ramiz. Bu videoda sun'iy intellekt FreePic bilan birlashib ko'rmoqchiman. Kim zo'r chizar ekan, qani ko'ramiz. Birinchi tasdiqlangan rasmning o'zini asl holicha chizib olamiz va uni suyagini alohida ajratib olamiz. Bungacha sun'iy intellekt ham o'z variantini bizga tuhfa qildi. Suyagini alohida ajratib olib, vaqtdan yutish uchun vaqtni 0 nuqtasida unga qaytadan tersib chiqamiz. Statik energiyamdan plazma energiyasiga o'tish tanam hali moslashmagani uchun ismim o'chirganini qo'ynimga tiqib oldim. Ustozlarimning har bitta nazariyasini eslab turib, xayolan personajimni chizib oldim. Hali tanam plazma energiyasiga moslashmaganligi uchun ismim 38.8 darajaga chiqib ketdi. Ana endi uni real hayotga ko'chirish vaqti keldi. Vaqtdan 0 nuqtasida yasab olgan personajimizni suyagini alohida, muskulini alohida va terini alohida chizib olamiz. Da Vinci'ning soya nazariyasi asosida soyasini berib chiqamiz. Ana endi bu rasmlarni X nuri orqali rentgen qilish payti keldi. Rasm estetik va toza chiqishi uchun birinchi paketga o'sha personajimizni chizib olamiz va uni qog'ozga rang bilan ko'chirib chiqamiz. Ahamiyat bering, bu yerda bittada ham detalizatsiya ishlaydi, ham qalam izi qolmaydi, ham liniyalar birdek soyilib keladi. Bu safargi portretga 50 soatdan oshiqroq vaqt ketdi. Menimcha bu videoni har bir o'zbekman degan inson ko'rishi kerak. Bu safar har safargidan ko'ra kuchliroq bo'lishga harakat qildim. Ham vaqtda, ham chizish uslubidan ustuvorlikka erishishga harakat qildim. O'rtoqlar, faqat to'g'risini aytinglar, kimning portreti sifatli chiqqan? Kommentga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Joy Hasanov bo'ldi.